Assalomu alaykum akalar. Yevropa gaz brendi ostida bugun olib borayotgan ishlarimizdan biri Onyx avtomashinasi 1.5 turbina. Bunga propan gazlarni o'rnatib berdik, xudo xolasa. Bugun o'rnatgan zapchastlarimizdan Yevropa gaz brendi ostida Avansi 32 ga 4, forsumkasi Royal Polshaniki original injektorlari bilan birga Yevropa gaz brendi ostida o'zining adnorazm filtrlari bilan birga Usonovga qildik. Reduktoriga keladigan bo'lsak, italyanskiy originali Nordic reduktorimiz ishlash holatlari ideal holatda. Hali biror marta uyaltirgani ham yo'q, xafa ham qilgani yo'q. Klientlarimiz juda minnatdor o'sha reduktordan. Simlarning paletkalari bilan ideal holatda o'rnatib, garantiyalari bilan avtomashinamizga o'rnatgan zapchastlarimizga xudo xolasa 1 yil garantiya beramiz. Buni orqasiga keladigan bo'lsak, bunga 42 talik propan tabletkasini Usonovga qildik. Taglarini shumizatsiya qilgan holatda avtomashinamiz ideal holatda chiqdi. 42 talikni ko'tarib qolishi mana ozgina ko'tarib qoladi. Chunki buni sabab zapaskasi yarimta velikda balonday chiqadi. Xudo xolasa ishlarimiz davom etmoqda.